Bugun psoriaz kasalligini eng og'ir 3 ta turi haqida gaplashamiz. Psoriazning turlari ko'p, bilamiz. Psoriazning xillari, formalari, shakllari, turlari ko'p. Lekin psoriazni eng oxirgi og'ir 3 ta formalari haqida gaplashamiz. 3 ta. Nima uchun eng deyapman? Sababi psoriaz kasalligi bor insonlarda, bemorlarda bu kasallik bir umr u bilan yashaydi. Demak, shu 3 ta og'ir formaga o'tib ketmaslik uchun bu bemorlar qattiqroq amal qilish kerak va meni tavsiyamni yaxshilab eshitishlari kerak. Sababi agar bu 3 ta og'ir formaga o'tib ketsa, bu bemorlarda davolash taktikasi birmuncha og'irroq bo'ladi. Dermatolog taktikasi bilan birga boshqa shifokorlarning ham xizmati, yordami kerak bo'ladi. Shunday bo'lgan taqdirda ham bu formaga o'tib ketgandan keyin bemorda yaxshi tomonga o'zgarish ancha qiyin bo'ladi va juda sekin bo'ladi. Shuning uchun albatta shu 3 ta og'ir formaga o'tib ketmasligi uchun nima qilish kerak? Birinchi psoriazning murakkab tomonga og'ishi, og'ir formasiga o'tishi. Bu psoriaz erytrodermiyasi deb ataladi. Erytrodermiyasi psoriazning og'ir ko'rinishlaridan biri bu. Oddiy psoriazning eng xunuk holatga o'tishi deyiladi. Bu nima uchun keladi? Nima uchun paydo bo'ladi? Oldinlar ham aytganman, oldingi videolarimizda ham aytganmiz. Birinchi sababi doimiy tashqi tomondan gormonal mazlarning eng kuchlisini surib yurishdan. Doimiy, uzoq muddat ichkaridan davolamasdan, faqat tashqi tomondan gormonal mazning eng kuchlisini kuniga 2 mahal, 1 mahal doimiy oylar, yillar davomida surib yurish natijasida terining sezuvchanligi oshib ketishi va u kuchli gormon terini atrofiyaga uchratib yuboradi. Ya'ni trofikasini buzib yuboradi. Va natijada butun badan bo'ylab eritematoz, toshmalar qip-qizil bo'lib ketadi. Agar siz tushuna oladigan tilda gapirsak, badan qip-qizil bo'lib, ya'ni lovullaydigan bo'lib qoladi. Teri dag'allashadi, teri tortiladi, go'yoki bemorlar o'zlari his qilishadi, teri yirtilib ketgandek go'yo. Shunday holatga o'tib ketib qolishi mumkin. Odatda bu psoriaz erytrodermiyasi, ya'ni erytrodermiyasi bu psoriaz bilan kasallangan bemorlarning 1 yoki 3% ni tashkil qiladi. Juda kam foizini tashkil qiladi. Maqsad bitta. Psoriazda o'sha tashqi tomondan gormonlarni kuchlisini, mazlar yoki kremlar foydalanmaslik kerak. Ikkinchi sabablardan biri, ikkinchi sababi uy sharoitida yoki ijtimoiy tarmoqlardan qandaydir video roliklarni ko'ramiz. Tabiiy malhamlarda vanna qabul qilish, giyohlardan. U ham psoriaz erytrodermiyasiga o'tkazib yuborishi mumkin. Shuning uchun ehtiyot bo'lamiz. Giyohlardan vanna qabul qilib, shu psoriaz kasalligini birmuncha yengaman degan bemorlarimizga bu ham tavsiya, maslahat bermayman. Albatta vrach ko'rigi kerak. Ikkinchi psoriazning og'ir formalari bu. Ikkinchisi psoriaz artropatiyasi deyiladi yoki artropatik psoriaz deyiladi. Bu ham tepadagi ya'ni o'zboshimchalik bilan doimiy gormonal mazlarning qo'llab yurish yoki umuman davolanmasdan yurish yoki gormon preparatlarni ichkaridan qabul qilish, gormonal preparatlarni inyeksiya orqali yoki tabletka ko'rinishidagi gormonlarni doimiy qabul qilishda artropatik psoriaz turi yuzaga kelishi mumkin. Ya'ni ko'pincha qo'l va oyoqlarning bo'g'imlarida kuchli
yallig'lanish jarayoni kuchayib yuzaga keladi. Ya'ni qo'l panjalarining deformatsiyaga uchrab ketishi. Akashak deydi. Shunday ko'rganda o'zi bilinadi. Xuddi yong'inda yoki bemorni qo'li kuyganda bo'g'imlar deformatsiyaga uchrab, barmoqlar qiyshayib ketadi. Bu artropatik tur deyiladi. Noto'g'ri davolash, doimiy tashqi tomondan gormonal mazlarning qo'llab yurilishi yoki kuchli gormon preparatlarni ichkaridan qabul qilish. Bu ham mana sabablar, demak, og'ir formalariga o'tib ketishiga sabab bo'lar ekan. Yana keyingi 3-chi eng og'ir holatlari pustulyozli psoriaz turi deyiladi. Bu ham psoriazning eng og'ir asoratli formalari hisoblanadi. Asoratli yiringli toshmalar badanda simmetrik holda toshib ketadi. Ya'ni qo'lda paydo bo'ldimi, bu qo'lda paydo bo'ladi. Ikkala qo'lda bir xil yoki ikkala oyoqda bir xil tempda yiringli toshmalarning yiringli pustula deyiladi lotinda, o'zbekchada yiringli deb aytamiz. Bu yiringli toshmalarning toshib ketishi bora-bora bu toshmalar qurib sariq po'stdoqli qatlamlarni hosil qiladi. Hattoki bu pustulyozli toshmalar, pustulyozli psoriazning og'ir formasi bemorni umumiy holdan toydiradi. Kuchli charchoq bo'ladi. Tana haroratining ko'tarilishi, hattoki bemorni o'lim holatiga ham olib borib qo'yishi mumkin. Shuning uchun tepadagi 3ta og'ir formaga o'tib ketmasligi uchun psoriazi bor bemorlar qattiq amal qilishsin. Hech qachon tashqi tomondan doimiy mazlardan surib yurib, bu psoriazni bir muncha toshmalarni yo'qotaman bo'ldi degan fikrni xayoldan chiqarib tashlash kerak. Noto'g'ri o'zboshimchalik bilan uy sharoitida davolanmaslikni taklif qilamiz va gormon preparatlarni qabul qilmaslik. Meni qabulimga keladigan psoriazdagi bemorlar, psoriaz bilan og'rigan bemorlarda deyarli 99% undan 9% holatlarda hech qachon gormon bilan davolamayman. Bizlarning yutug'imiz ham shunda. Psoriaz kasalligini to'g'ri gormon preparatlar bilan 3 kunda kojani, terisini top-toza qilib beraman. Lekin u bir umr shunga muhtoj bo'ladi. Shuning uchun xohlamayman. Imkon qadar gormonal preparatlar bilan davolashga harakat qilamiz. Sababi, tepada aytdim, psoriaz kasalligi inson bilan birga yashaydi. Uning biza qaytalanmasligi uchun kojani, ya'ni terisini toza bo'lib yurish va asoratlar bermasligi uchun albatta ichkaridan uni patologik jarayonlarini laboratoriya qilib olamiz va umumiy kompleks terapiya qilib davolasak, albatta terisida bu toshmalarning toshishi bir muncha kamayib ketadi va asoratlar yuzaga kelmaydi. Tepada aytdik, doimiy mazlardan surib yurish to'g'ri bemorni shunchaki tuydirib qo'yadiki, qayta-qayta. Shuning uchun shifokorga bormasdan bemalol mazlarni surib yurish o'ziga odat qilib oladi. To'g'ri, bu ularni tushunamiz, lekin maslahatimiz yuqoridagi asoratlar yuzaga chiqib qolsa, o'sha kech bo'ladi. Shuning uchun bemorlar albatta shifokor ko'rigiga borib, 1 yilda bir marotaba ichkaridan umumiy kompleks terapiya qilib davolasak, shunda hech qachon teri bunday atrofiyaga uchrab ketmaydi va patologik jarayonlar, asoratlar yuzaga kelmaydi va uncha-munchaga qaytalanmasligi mumkin. Chunki mazlarning tarkibida gormon bor. Kuchsiz, kuchli, o'rtacha kuchli va juda kuchli gormonlar toifasiga bo'linadi. Kuchli gormonal mazlardan foydalanib yurish natijasida o'sha yuqoridagi asoratlar yuzaga kelishi mumkin. Qabulimizga kelayotgan aksariyat bemorlar, deyarli barcha bemorlarda, hamma bemorlarimizda gormonsiz terapiya orqali psoriaz davolaymiz. Maqsad bitta. Maqsad o'sha bemorlarni gormonga bog'lab qo'ymaslik va unga tobe bo'lib qolmaslik. Sababi gormonlarni yaxshigina asoratlari bor. O'shaning uchun maslahat bermayman.
Agar sizda ham shunday muammolar bo'lsa va yoki shu muammoga kirib qolgan bo'lsangiz, kommentariyaga yozsangiz bo'ladi, savollaringizga javob beraman. Telegram gruppa, Telegram kanalimizga ham o'tib bemalol savolingizni yo'llang. Operatorlar nomerlarini ham qo'yib qo'yamiz. Bemalol so'rasangiz bo'ladi. Maqsadimiz shu bitta, psoriaz kasalligi umr bo'yi shu inson bilan yashaydi. Shu insonni terisida psoriaz toshma elementlari remessiyaga tushib ketsa, u bemor bemalol ishda ham, hayotida ham, hammasida ham motivatsiya bo'ladi. Shuning uchun psoriaz kasalligini hech qachon maslahat bermayman. To'g'ri, garmon bilan bir kun, 2 kunda tuzatsa bo'ladi. Yo'q, xohlamayman. Chunki bemorlar bir umr qiynalishadi. Siz bilan men dermatolog Jafar Saripov bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bundan keyingi videolarni ham o'tkazib yubormasligingiz uchun kanalimga obuna bo'ling, like bosing. Qiynalayotgan bemorlar, tanishlaringiz bor, ulashing, manfaatdor bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.